Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash Jahon School maktabimizning asosiy maqsadlaridan biridir. Aynan ushbu maqsadga erishish uchun 2025-yilda 10 ga yaqin o'quvchiga umumiy miqdorda 434 million so'mlik ta'lim grantlari ajratilgan edi. Va biz bu yil ham ushbu an'anani davom ettirishni niyat qildik. Diqqat, kutib oling. Jahon School maktabi umumiy qiymati 2 milliard 370 million so'mlik ta'lim grantini e'lon qiladi. Ushbu grant 2026-2027 o'quv yilida 8, 9 va 10 sinfni boshlaydigan o'quvchilar uchun Jahon School maktabida bepul o'qish imkonini taqdim etadi. Jahon School ta'lim grantiga ro'yxatdan o'tish 7-may sanasidan 31-maygacha davom etadi. Imtihonlar 7-iyun kuni Jahon School binosida bo'lib o'tadi. 3 bosqichli saralash natijalariga ko'ra eng munosib deb topilgan 30 nafar o'quvchiga 100% grant taqdim etiladi. Xalqaro va mahalliy fan olimpiadalari ishtirokchilari, turli xil tanlovlar g'oliblari va barcha iqtidorli yoshlarni Jahon School ta'lim grantida o'z bilimlarini sinab ko'rishga taklif etamiz. Jahon School salohiyatni kashf etamiz.